Kamerada pokun kimikmi? Başlattirib olish kerak va. Hop, smartfon boyagi drop test qilindi, tushib ketdi va muzlik suvga 14 daqiqa davomida tutildi. Ayni navbatimiz qaynoq suvga, hammaga o'qib bo'linglar, qaynoq suvligiga amin bo'linglar. Bu chiqyapti-ku. Smartfonni mana shunaqa qilsa hammaga ko'rinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Deb tashlaveramiz. Shu telefon assalomu alaykum. Hop, qaynoq suvga kirdi-ya? Ag'a. Kirdi. Endi olamiz. Hop, endi Alloh bu toza yuzga qildik keyin. Давай картошку бросим, сварим суп из него. hop, bu yerdan chiqasamizda smartfonni ekranini yana qaytadan ishlatib ko'ramiz. Ya bu. Qasam yo'q.